Ikkinchi testning ikkinchi savolida bo'luvchi 837 ga to'liqsiz bo'linma editorga teng bo'lsa, bo'luvchini toping degan. Bo'linuvchi umumiy ko'rinishi A teng m ko'paytirilgan n qo'shilgan q deb belgilab olsak, belgilashda farqi yo'q istalgan sonda. Bo'linuvchi mana bu bo'ladi. To'liqsiz bo'linma mana bu bo'ladi. Bo'luvchi esa bu bo'ladi. Bu qoldi. Hammasini o'rniga qo'yamiz. 837 teng editor kira n qo'shilgan q. Bu yerda mana bu 0 dan katta yoki teng q bo'ladi. Keyin katta bo'luvchidan katta bo'luvchi bo'ladi n. Buni qiymati butun son chiqishi kerak. Butun son. Eshitdan fikrlanadi. 837 dan nechundir baqa ayirish bo'lib o'tadi-ku bu. 837 dan nechundir ayirsa editorga karili son bo'ladi degan xulosani o'rtaga tashlab 837 ni editorga bo'lib butun qismini olib qo'ysak ham bo'laveradi. 15 chiqadi o'shanda.